Nima qilyapsiz o'zi? Protseduralaringni tugat, bo'lmasa zagarnito bo'lib qoladi. Yaxshi dam olinglar. Harakat qilamiz. Buni qayerdan olding? Kechi Maklindan. Mushuk o'g'irlaydigandanmi? Ha, Rojdestvoda shu yerda ishlagan. Balakat! Sekinroq, bratan. Xudoyim, sekin deysanmi? Sen boshimni yorib qo'yay deding. Hech balo yo'q, aniqmi? Ha, vahimakash. Voy, qaniydi, meni bir tanamga kirib qolsang-da, asbobimga aylanib qolsang-da, bu narsani haqiqatdan ham his qilib ko'rsang, bu juda ham chiroyli, yetar, bo'ldi, yoqimli. Kris, to'xtam, og'zingni yop, baraka topib ko'r. Nima uchun seni a'zoying bo'lib qolishni xohlar ekanman? Uchrashuvlarimizda faqat o'zingni gapirasan, o'sha shayvalar, o'shalar haqida xullas. Ha, to'g'ri aytasan. Endi o'rnimizni almashaylik. Sen vrach bo'l, men bemor. Itni urg'aymog'i kim bo'ldi bular? Bilmayman. Balki ketarmiz. Hammasini berib qo'yamiz. Yana nima variant bor? Ularning qo'lida qurol. Qanaqa qurol, Jay? Haqiqiy qurol. O'sha asbobli uyatsiz stullarni deb o'lib ketaylikmi endi? Yo'q. Bu erotik nodir buyumlar. Asbobli stul kerak bo'lsa sartaroshingga borardi. Yana sartaroshimni gapiradi. Ayt ularga. Hay. Hoplar ketishyapti, egilinglar. Onangni palakat bosmay ol. Nega betaman egilasan? Sal chetroq egilsang bo'lardi-ku. Xo'p, ortida haydaymiz. Burilishni ham boblading ashli. Ketmon bashara, nima qilyapsan? Chiqoq, burilishingga seni. Debil. Nima bo'ldi? Nega to'xtayapsan? Nimaga to'xtayapmiz? Baraka topkur. Qizil yondi-ku. Qizil bo'lsa nima bo'pti? Ularni hozir yo'qotib qo'yamiz. Yo'qotmaymiz. Katta yashil furgonda oldimizda ketishyapti. Biz o'g'rilarni quvlayotgan o'g'rilarmiz. Sen bu qoidalardan qo'rqyapsanmi? 2 soniya kutib tur. No, bratan. Negadir cho'zilib ketdim. Qizilda o'taver. Yo'lda hech kim yo'q, u bombosh. Yashil yondi. Shunisi yetmay turadi, ketma. Meni stressga tushirib qo'yapsan. Men seni stressga tushirdimmi? Doim baqirasan. O't oldir dedim senga. O't oldiryapman-ku. Bo'ldi, almashamiz. Haydayinda. Yana qizil yondi. O'sha qizilingni ham. JJ. To'xta, bu JJ emas. JJ! Hayda, ketaver, men boshqa furgonni olaman. Barbod qilding, komod meniki. Yo'q, chuchvarani nimtalab sanabsan. U makanniki. Uni senga nima keragi bor o'zi? O'sha moviy xonangda unda nimani saqlamoqchisan? Ko'p narsani. Masalan, moylarni. Bo'pti, olaver, u seniki. Mayli, men ketdim. Mana u tentak boshimga tushirib olgandan keyin kallam og'riyapti. Unaqa ketib qolma. Yo'q, bo'ldi. Yetadi. Do'stlar. Ey, sen nega kulyapsan? Ko'zlaring itarilib yotibdi. Voy, jilirsan. Menda qurol bor. Bu menman, tentak. Biz 5 kishimiz. Ha, yana 2 it ham bor. Kim bo'lmab, baribir biz ko'proqmiz. Menman. Huquqlarimni bilaman. Voy, onangni miyangni uchirib yuborsam ham hech kim meni sudlab o'tirmaydi. Men Viniman deyapman, esini yeb qo'ygan chol. Vini? Ha. Nima qilyapsan? Seni immigrant deb o'ylabman. Qaysi go'rimda immigrant bo'laman? Nima istaysan? Ehtiyot bo'l, aboylarimni shilvorma. Hozir jiddiy gapiryapsizmi? Kirishdan oldin oyog'ingni artdingmi? Gilamizni rasvos chiqyapti o'zi. Vintaj gilam. Bu yoqni ham tirnab yuborman. Siz shkafni tirnab yubormang. Qayerga qo'yamiz? Mehmonxonaga. Sizda ham mehmonlar bo'ladimi? Voy, kelib turishadi. Masalan kim? Masalan, katta xolingni eri. Muhim odamlar, sen ularni ko'rmagansan. To'g'ri, oy yerto'lada yashadim. Sizda alohida xoningiz bor ekan. Jim bog'lashni bas qil. Gap yo'q sizga. Haqiqiy hostel bo'pti. Chiqoq. Nima? Vini qayerda? Uxlayapti. Nima qildi? Uni qidirishyapti. Shunday ekan borib uni to'shagingdan bu yerga olib chiq. O meni to'shagimda emas. Men nima, erkaklar bilan yotadiganga o'xshaymanmi? Gapir. Onasini yemgan erkak sevariga o'xshaymanmi dedim senga. Shunchaki uni uyg'ot. Mayli, hozir bitta narsani ko'rib qoldim. Uni boshlanish harfi cho'chqa. Nega endi? Cho'chqani 2 marta aytdik-ku. Unda chigirtka bo'lsa kerak. Pamoy. Bu umuman P dan boshlanadi. Cho'chqa uchun pamoy. Yo'q. Chiqoqlar. Siz ham o'ynayapsizmi? Shaxsiy hojatxonamga kim kirdi? Nima bo'ldi? Hozir tushuntiraman.
Kimdir u yerda yuvilmaydigan narsa qoldiribdi. Men bunga chidab o'tirmayman. Bemalol suzib yuribdi, xuddi o'zini uyda yurgandek. Shunchaki tugmani bosish kerak edi. Bosdi, bo'sha olasini yemgan tugmani. Kim oxirgi bo'lib kirdi? Ha, hali shundaymi? Kecha hali uzun, lekin bilib qo'ying. Jinoyatchini topmagunimcha hech biringiz bu yerdan chiqib ketmaysiz. Dahshat. Yuvilib ketdi deb o'ylovdim. Umuman yuvilmayapti. Nima yeysan o'zi? Asosan oqsil. O'sha yerga kir. Mana pichoq bilan vilka. Bu qiyni o'zing tozala. Ay, xayrli kech. Sen bu yerda nima qilyapsan? O'zimni tramlovchimni qidiryapman, uni o'g'irlaganingni bilaman. Hech hamda zanglamaydigan po'lat, metal qoplama, so'lagingni osiltirib yurganingni ko'ravdim. Tentakni qara. Tramlovchi, xohlaysanmi o'zim seni tramlab qo'yaman? Nima? Mana shu ishim bilan. Tupardam. Biz mehmonlarni kutyapmiz, o'g'rilarni. O'g'rilarni? Ha, ular kelamiz deyishdimi? Qaysidir ma'noda ha, shunday deyishgan. Ko'chada erkaklarning yonidan o'tdim, mashinasi loyga botib qolgan, lekin o'g'riga o'xshashmaydi. Qayerda edi ular? Ko'chani pastrog'ida. Rosa so'kinib turishgandi. Ularga vino yetishmayapti. Ay! Biz kolleksionermiz, aytinglar ularga. Yolg'on gapiryapsiz. Lekin maktabda hech qachon yolg'on gapirma deb o'rgatgansiz. Lekin sen yolg'on gapirardi. Gap bunday emas. Mayli, tupurdim. Qiynoqqa o'tamiz, birma-bir. Yo'q, ishlashma. Yo'q, menga tegma. Chelakni to'ldir, qulog'ini chert. Yig'lama. Tayog'imni olib kelsam, xudo haqqi, kimdir gapirmagunicha tinmayman. Bilasizmi, maktabda sizni qanday aytardik? Masturbate, sassiqchol, boqbashara. Vaysaqi, chunki doim vaysab yurardingiz. Ammo Karl Slaterga meni mashg'ulotlarim yoqardi, u muvaffaqiyatli. Karl Slater kuchuklarni itarib yurardi, noto'g'rimi? Unga qo'ng'iroq qilib ayting, antikvariat o'g'irlamoqchimiz deb. Ko'ramiz qanday do'stligingizni. Sanman, qabul sanman, bu Bobur uch. Qaroqchilarning izi bormi, Bobur uch? Javob salbiy, qabul. Ichkariga kirish alomatlari bormi? Javob salbiy, hech qanday kirish izi yo'q. Unda buni ertalabki navbatchiga qoldiramiz. Tasdiqlayman, sanman, qabul tugadi. Meni kimdir ko'tarsin, faqat sen emas. Xo'p, yaxshi. Voy, ishonarsin. Tiqilib qoldi. Yana bir urinib ko'r. Rostami? Taslim bo'lib uyga ketmoqchi bo'lib turuvdim. Qayering bilan o'ylayapsan? Orqang muncha suyakli. Aytgandim-ku. Uni ko'tini ushlab ko'rganmisan? Yelkalarim og'rib ketdi, vin bo'la qol. Sen bo'lsang, ulkan kallang bilan tuxumlarimni ezib yubording. Hamma ham jabr ko'ryapti bu yerda. Ochildi. Ishladi. Ochildi. Buni qilding. Tushir meni ash. Mr. Bates qisib turing, men birinchi o'taman. Xuddi maktabdagidek, navbat bilan. Xo'p. Mayli, bora qol, uxlashim kerak. Zo'r bo'ldi. Haqiqiy sarguzasht. Bizning ishimiz shu. Sarguzasht. Muhim saboq oldik. Doim ham oltin topilmaydi. Yo'q. Lekin ba'zida topiladigan narsa kumush bo'ladi. Uni qayerdan olding? Men uni o'sha maxfiy xonadan oldim. Chekib o'tirgan paytimiz. Qoyil. O'qituvchilar ko'rib qolishini xohlamadim. Senga bermoqchi edim. Nima? Yo'q, ola olmayman. U seniki, sen topding. Yo'q, uni senga beryapman. Chunki bilasan-ku. Sen g'amginsan. Hozir qaytib kelganingdan xursandman. Men ham seni yaxshi ko'raman, og'ayni. Rahmat senga. Men ham seni yaxshi ko'raman, do'stim. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Bo'l, bora qol.